Hurmatli Namangan yoshlari, sizlarni Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi o'qishga taklif etadi. Litseyga Namangan viloyatida yashovchi umumta'lim maktabi muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari uchun qabul joriy yilning 15-aprelga qadar davom etadi. Agarda sizda Ichki ishlar, Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa harbiy oliy ta'lim muassasalariga kirish niyati bo'lsa, sizlarni safimizga taklif qilamiz. Litseyda ta'lim tizimi ikkita yo'nalishda olib boriladi. Birinchi yo'nalish ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi bo'lib, unda huquqshunoslik, tarix va ingliz tili fanlari chuqurlashtirilgan tartibda malakali ustozlar tomonidan olib boriladi. Ikkinchi yo'nalish aniq fanlar, ya'ni axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'lib, ushbu yo'nalish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-yanvardagi raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish sohasi uchun professional kadrlarni tayyorlash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan. O'quvchilarga yuqori malakali professor o'qituvchilar tomonidan matematika, informatika, chet tili fanlari chuqurlashtirilgan tarzda olib boriladi. Eng qizig'i shundaki, darslar ham nazariy, ham amaliy shaklda olib boriladi. Shuningdek, o'quvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, uchuvchisiz uchish moslamasidan ham robototexnika yo'nalishida amaliy mashg'ulotlarda ham qatnashadilar. Bu esa ularga texnologiyalarni chuqur o'rganish, muhandislik fikrlashini o'stirish, kelajak kasblariga esa yaxshi tayyorgarlik ko'rishda katta yordam beradi. Agar ushbu sohaga qiziqsangiz, biz sizni o'z safimizda kutib qolamiz. Bizning litseyimizda faoliyat yurituvchi Jasorat jangovar guruhi vatan himoyasiga intilgan yoshlarni birlashtiradi. Guruhimiz har yil o'tkaziladigan turli xil musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Jasorat va intizom namunasini ko'rsatmoqda. Biz yoshlarga vatanga xizmat qilishning sharafli va vatanparvarlik burchini namoyish etamiz. Siz ham biz safimizga qo'shiling va o'z qobiliyatingizni namoyish eting. Kim yurtidan yovni tursa, kim yurtiga sodiq tursa, Litseyimiz hududida viloyatimizning chekka hududlaridan keladigan o'quvchilar uchun 200 o'ringa mo'ljallangan barcha shart-sharoitlarga ega yotoqxona ham mavjud. O'quvchilar turar joyida qoluvchi o'quvchilar uchun litseyimizda 200 o'ringa mo'ljallangan oshxona mavjud bo'lib, u ozoda va shinam holda faoliyat yuritadi. Bu yerda professional oshpazlar tomonidan kuniga 3 mahal issiq ovqat tayyorlanadi. Har bir taom o'quvchilarni sog'lom va to'yimli ovqatlanish uchun mo'ljallangan. O'quvchilar uchun zamonaviy kutubxonalar faoliyat yuritadi. Kutubxonada turli yo'nalishda badiiy, ilmiy va o'quv adabiyotlari mavjud bo'lib, o'quvchilarning bilimini kengaytirish va mustaqil o'qish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Litseyda ichki ishlar tizimining shonli tarixini yoritib beruvchi Jasorat muzeyi tashkil etilgan bo'lib, ushbu muzeyda ichki ishlar organlarining 20 ga yaqin sohaviy xizmatlari faoliyati hamda tarixini o'zida mujassamlashtirgan 1000 ga yaqin eksponatlar to'plangan bo'lib, ushbu eksponatlarning katta qismi boshqarma tarixi va bugungi kuniga bag'ishlangan. Shuningdek, ushbu muzey
akademik litsey o'quvchilari hamda viloyatimiz yoshlarini ona vatanga sadoqat va muhabbat ruhida tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablari